Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Deyishdi nega topshirdim. Poyezd topshirdim. O'g'lingiz qani? O'g'lim uyda. Assalomu alaykum. Bu yil festivalga kelasizmi? Jonga. Bu yil qachon bo'ladi festival? Endi taklif qilishsa albatta boramiz. Salomjondan sizni sevamiz. Rahmat. Va alaykum assalom. O'zbekistonga keldingizmi? Xudoga shukr. Alhamdulillah. Mana ko'pchilik aytishyapti. Mana battar bo'l. O'zbekistonni qadrini bilmaganing uchun shunaqa bo'ldi deyishdim. O'zi aslida O'zbekistonni qadrlaganim uchun ham men O'zbekistonga 20 yildan keyin Angliyadan qaytdim O'zbekistonga. Chunki men o'zimni davlatimni, o'zimni vatanimni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa mana shu Toshkentni sevaman вообще. 2-may kuni xudo xolasa men urushaman. Humoda birga chiqamiz ringgacha gapga javob. Bo'ldi. Kelishdik Humoda. Konsert qachon? Bilmayman. Bunisi sizni tim yaxshi ko'raman. Rahmat. Meni ham kommentini o'qing. Orqangizdagi kim? Bu meni qizlarim. Men bilan birga ishlashadi. Bittasi menejer, ikkinchisi PR, marketing, direktor. Ular hamma narsa. Zumrat ham ish qiladi, Kamila ham ish qiladi. Спрашиваю, чем вы занимаетесь? Я говорю, и она всем занимается, и Камила всем занимается. Qoshingiz chiroyli, rahmat. Zo'r ozgansizda, qizlar вообще dahshat. Ozganman. Orqangizda kim? Qizlarim tabiiy go'zalroqsiz, rahmat. Nega bolangizni yuzini ko'rsatmaysiz? Katta bola bo'ldi. Ko'rsataman yaqinda. Munisa Rizayeva dvorishdi, lekin siz gapirmay, endi nima deysiz? O'z belamasdi, shu uchun bilishmaydi. Rizayeva dedim, umuman baqirib berib. Tishingiz nimaga doim oppoq turadi? Meni tishim qorayib ko'karib ketdi. Lekin tuturdan qo'rqaman. Shu bo'lmasa tishingizni nima surar? Men hech narsani surtmayman. Meni tishim vinir qilingan. Vinir qilingan shu uchun va tishimni rangini tanlaganman. Xabaras shahri konsert bering. Turkmanistonlik muxlisdan assalom. O'g'lingizni ismi nima? Alex. Tak, assalomu alaykum. Siz Menjondan. Men Seridadan. Assalomu alaykum. Namangandan salom. Shofyor kerak emasmi? Yo'q, mana bor akam. Menda shofyorlik yo'q, meni akalarim bor. Meni akalarim bor. Meni ular men doim aytaman, meni komandamdagi odamlar ular ishchi emas, bular meni oilam bo'ladi. Har bitta insonni meni komandamda aka, uka, singlim, opam. Biz hammamiz bitta katta oilamiz. To'g'rimi Surat aka? To'g'ri. Sunnat akam shunaqa darajada yaxshi ko'raman. Sunnat aka necha yil bo'ldi siz biz bilansiz? 7 yilmi? Begzod 15 yil. Sunnat akam 7 yildan beri biz bilan. Shu uchun juda yaxshi ko'raman. O'g'limni faqat shu Sunnat akamga topshiraman. Siz juda pok qalbli insonsiz. Rahmat. Orqangizdagi qiz kim? Meni qizlarim, ishchilarim. Nimaga Alex qo'ygansiz? Musulmoncha qo'ymagansiz. Musulmoncha qo'yganman. Alex esa uni ikkinchi oti. Eringiz bilan uchrashdingizmi? Astag'firulloh, yo'q. Opajon, sizni rosa yaxshi ko'raman. Rahmat. Surxondaryoga qachon kelasiz, opa? Kelarmiz. Mensa salom. Eringiz nimaga kal? Opa, tug'ma kalman. Sizga nimaga shunaqa tarbiya berishgan? Bu sizni oyingizmi yoki adangizmi shunaqa tarbiya berishgan? Tak, bolangizga qaysi kasb egasi bo'lishni orzu qilgan edingiz? Bilmayman, lekin точно siyosatda ishlasin deyman. Shu davlatiga, o'zini vataniga xizmat qilsin o'g'lim, inshaalloh. Men Qo'qonda muxlisizman, rahmat. Ждем вас в Казахстане, спасибо. O'zim rahmat. Yaxshimisiz? Urush joylaridan keldingizmi? Alhamdulillah da. Dilmurod akachi. Dilmurod aka уже 5, 6, 7 yil bo'ldi ketganiga. Komandamizdan filtr tushib qoldi. Akangizga uchun дружная komanda. Tak. Kim meni xo'jayinimmi har xil so'zlar bilan haqorat qilsa,
ularni blokka tiqaman. Uchta qiz chiqdi. Ariqbo'yga musulmoncha ismi nima aytmayman. Siz bilan ko'rishkim keladi. Привет, Adash, здрасте. Istanbuldan salomlar. Farg'onaga qachon kelasiz? Kelamiz. Yana tug'asizmi? Albatta, Alloh bersa. Chiroyli bo'libsiz. Rahmat. Musulmonsizmi? Qo'ygansiz Muhammadmi? Yo'q. To'y bormi bugun? Ha. Boloxonadan salom. Bezefir chiqing. Ko'rsatga. Salom, yaxshimisiz? Men Surxondaryodan I want to ask you when you will be in Dubai. Can I meet you? I'm not going to be in Dubai. O'g'lingizga qo'shimcha ovqat beryapsizmi? Конечно. O'g'lingiz tog'asiga o'xshar ekan. O'g'lim mamcha adasiga o'xshaydi. Qora yigit bo'lsin, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom. Musafa, sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Musafa, o'g'lingizni juda shirin katta bo'lib qopti. Rahmat. Kecha to'yga kirishingizdan oldin kayfiyat zo'r edi, energiya zo'r edi. Qo'shiqlar aytib bergandingiz. Rahmat. O'g'lingiz olib qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Sog'indim, tezroq ketolmay shu uyga. Eringiz yaxshi inson, baxtli bo'ling. Rahmat. Juda ham samimiy ekansiz. Rahmat. Самый красивый, добрый, люблю вас. Спасибо. Alloh rozi bo'lsin. Orqangiz qizlarni ham ko'rsating. Кто там хочет посмотреть? Все на вас хотят посмотреть. Nega kinolarda chiqimga qo'ydingiz? Ssenariy yoqmayapti chunki. Bemaza ssenariy yo'q. Musafa muxlisizman, Jizzaxga keling. Rahmat. Voy, hasanchalarim. Kecha bitta qiz Qozog'istondan men bilan uchrashish uchun Qozog'istondan uchib kelibdi. Astanadan qiz. Rosa orzu qilgan ekan Unisa Rizayeva bilan ko'rishga. Va men kecha uni orzusini amalga oshirtirdim, do'stlar. Shunaqa g'ururlanaman, muxlislarim boshqacha, juda ham yaxshi ko'raman. Здравствуйте, вы такая прекрасная, очаровательная, когда я на вас смотрю и не могу оторваться свои глаза из вашей улыбки. Искренне спасибо большое. Dubai ketasizmi? Yo'q, paka ketmayman. Xo'jayinim o'sha yerda. Sevamiz sizni, tarbiyali qizsiz. Rahmat. Alex, qanday katta yigit bo'lyaptim-da, rahmat. Adil, спасибо. Яшим Сочи токлишку тахтадами йог. Вы не против, если я спою ваши песни? Буду ставить их в инсту. Против? Не против. Пойте, только, пожалуйста, пишите о том, что это кавер, что вы поклонники моего творчества. Потом можете петь свою версию, но не мою версию. Надо писать обязательно кавер. Если нет, то я могу вас засудить. Beshariqdan salom alaykum assalom. Qizlarni ajali bo'ladi hali, krasavchik. Ilohim hech kimni ajali bo'lmasin. Ilohim mani o'g'lim hech qachon qizlarni xafa qilmasin. Odamlarga yordam bersin, qo'li ochiq bo'lsin. Allohni tanigan, Allohni sevadigan, yurtiga, vataniga xizmat qiladigan inson bo'lsin. Qori yigit bo'lsin. Qur'onni boshidan oxirigacha bilsin ilohim. Mana shu narsalar menda prioritetda turadi. Mana shu narsalarga juda katta e'tibor beraman. Bu kunda mani o'g'lim bog'chaga boryapti. Maza qilib o'qib yuribdi. Hatto o'g'lim 1 yosh 4 oy. Hamma voy juda erta bervording deyapti, hech qanaqa. Возьмите сына на работу, просто могу его снимать, фотографировать. Европейский qizlarga o'xshash, chunki men европейский qizman.
siz bilan duet etsak bo'ladimi? Yo'q, Sanjar aka, sizni pulingiz yetmaydi. Ha. Sanjar aka, mayli, yashash uchun. Sanjar aka, siz bilan любой duet etaman aka. У вас такие длинные ресницы, так какой тушь. Ой, девочки, мне вообще без разницы, какой тушью пользоваться, у меня все равно длинные ресницы. Вот хоть любой китайской. I'm gonna be next to you if the world gives I wanna hold you next to me. Nechinchi yil edingiz? 86. Men 40 yoshdaman. Assalomu alaykum. Our boobs are very cute. Whoa, your boobs or my boobs? Oh my goodness. I'm gonna be next to you. Это же не Леди Гага поет. I wanna hold you in my mind. Да? In my heart. Qo'shiqlaringizni yaxshi ko'raman, rahmat. Hozir uyga kirib, o'g'limni o'pib, на минуту подумал Джило. Перус? Я похож на Джило. If you have my love and I gave you all my trust, would you confirm me? Assalomu alaykum. Asal sizni hurmat qilamiz, rahmat. Where are you? I'm in the car going home. Налог necha pul to'laysizlar endi? Bilmayman. Налог necha pul to'laymiz? Bilmayman. I don't know. Meni ishga oling, nima ish qilasiz? Makiyajingiz ajoyib, rahmat. Hi from Kokand. Humoyun To'xtamurodov. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? To'yga necha pulga chiqasiz endi? Men to'ydan qancha soliq to'laysiz? Bilmayman, necha pul to'layman. Menda komandam bor, komandam hal qiladi bu narsalarni. Men siyosatga aralashmayman, do'stlar. Iltimos, meni siyosatlarga tiqmang. Mumkin emas. Men siyosatni hurmat qilaman. Juda va narsalarga tiqilmayman. Soliq bo'lsa soliq, ne problema, to'laymiz. Ustingizda zaradanmi? Yo'q, zaramas. Ochiq kiyinasiz, a? Yo'q, ochiq hech qachon kiymayman. Doim yopiq kiyinaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ring anonser bo'lsangiz ham bo'lar ekan, golos. Точно Humoyun. Ana kuni borbaga bordim chempionatga. Iltimos qilishdi Rossiyadan yaqinlarim, do'stlarim, chiqib bering. Siz mashhur san'atkor ekansiz O'zbekistonda. Sizni ravo ko'ryapmiz, sportsmenlarimizga topshiring.